Hech mana bu ferma haqida eshitganmisiz? Bilmadim. Hech uyga tovuq go'shtlarini olib borib turmaysizmi yoki tovuq go'shtini ovqat qilib turmaysizmi? Yo'q. Birinchi tovuq paydo bo'lganmi, tuxummi? Tovuq paydo bo'lgan. Qayerdan bilasiz? Kitobda o'qiganman. Qaysi kitobda? Adabiyotda. Siyob emasmi? Qayerdan bildingiz? Balki boshqadir. Bilaman, shunda olamizda agar olsagan magazinda. Qachon oldingiz oxirgi marta? Eslolmayman lekin. Esimdan ham chiqdi. O'zi qachon oxirgi marta iste'mol qildingiz tovuq Men go'shtlarini? kechayli shaurmasdan yedim. Nima deb o'ylaysiz? Bu tovuqning o'ng oyog'imi yo chap oyog'imi? Bu oyoqqa o'xshamayapti lekin. O'xshamayaptimi? Yo'q, to'rtburchak karobkada bo'lasiz-ku. Aha. Magazinda sotasiz. Aha, to'g'ri. Siyobmidi? Aha, yana. Siyob fermami? Ha, To'g'ri topdingiz. Oxirgi marta qachon iste'mol qildingiz o'zi buni go'shtlardan? 3 oy bo'ldi. Qarang, mana bu tovuq fermasi. Bu tovuq oyoqchalari chapmi yoki o'ngmi? Oyog'ini panjasi yo'q-ku. Prosta oyoq go'shtlarida. O'ng oyoq. Aniq, ha? Balki chapdir. Yo'q, aniq o'ng oyoq. Aniq, ha? Chunki chapidan ushlab o'ngini kesgan, shunaqa siyob. Siyob, ha? Qoyil, to'g'ri topganingiz uchun sizga siyob ferma tovuq go'shtlaridan sovg'a qilamiz. Bu siyob ferma tovuqlarimiz albatta bizda halol sertifikatga ega. Iste'mol qilib bemalol sinab ko'rishingiz mumkin. Halol go'shtlarni bemalol iste'mol qilib, o'zingizdan ovqatlaringizga ishlatsangiz bo'ladi. Masalliqlari hamma do'konlarimizda bor.